Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitayning Uyğur ösmirlərini xitaylaşdırış urinişləri davamlıq aşkarlanmaqda. Xitay yaqında Şərq Türkistanni xitaylaşdırış planı bo'yicha ijro qilayotgan Uyğur o'smirlarini o'z madaniyat muhitidan ayirib, xitaylaşdırib tarbiyalash harakatini texmi kuchaytirgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlar Xitoyning bu jinoyatlarini davomli fosh qilmoqda. Oldingi kunlarda ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir sinda bolalar lageridagi bir o'qituvchi yasli yoshidagi 10 necha Uyg'ur boladan siz nalik bola deb so'ragan bo'lib, narsida bolalar Xitoyning majburiy o'rgatgani bo'yicha birdak men jungoliq deb javob bergan. Bu sin Xitoyning Sharq Turkistonda ota-ona va tuqqanlardan ayirib tashlagan va atalmish yotoqliq maktab farishtalar bog'ichisi deb atib olgan bolalar lageridagi Uyg'ur o'smirlarining ichinishlik ahvolini ichib bergandan sirt Xitoyning xalqaro jamiyatni har xil yolg'on yovdoqlar bilan aldash bilan birga jazo lageri yoki turmalarga qamash, farzandlarni oiladan ayirish jinoyatining hali ham davom qilayotganligini yana bir qatim oshkorildi. 你是中国的小朋友啊？你是哪个国家的小朋友啊？我是中国的小朋友。果真领导越来越棒了啊！你是哪个国家的小朋友啊？中国啊，你是中国。你是哪个国家的小朋友啊？迪丽姆拉提。我是中国的小朋友。阿迪拉，你是中国的小朋友还是哪个国家的Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish, keng ko'lamlik tutqun qilish, Xitoy o'lkalariga surgun qilib, o'rniga Xitoy aqollarini o'rinlashtirish qatorliq yo'qotish jinoyatlarini davomlashtirayotganligini, turma va lagerlarga qamalgan millionlagan Sharq Turkiston xalqining farzandlarini bolalar lagerida Xitoy qilib tarbiyalashga kuchayotganligini, bu masalada erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarning harakatga kelib, Xitoyning jinoyatlarini davomli kun tartibga keltirishi kerakligini bildirishmoqda. Erkinlik sariyi Xitoyning irqiy qirg'inchilikda Uyg'ur o'smirlarini oldingi nishon qilganligini bildirdi. Kishilik huquq tashkiloti Erkinlik sariyi yangi dokument e'lon qilib, Xitoyning oldingi yillari Xitoy virusi yuqumini bahona qilib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya qilish jinoyatlarini ijro qilishda Uyg'ur bolalarini oldingi o'ringa qo'yganligini dalillagan. Dokumentda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik, ziyonkashlik qilish siyosatining asosli nishoni boshqa millatlarning jug'rofiyalik muhiti va milliy qurilmasini majburiy o'zgartirish ekanligi ko'rsatilgan. Dokument yana Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari o'tirg'i qo'yilib, Xitoyning bu qilmishlarining irqiy qirg'inchilik ekanligi ta'kidlangan va Xitoyning atalmish yuqumdan mudofialanish nomida Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik salmoqini texmi oshirganligi bildirilgan. Erkinlik sariyi tashkillagan yig'inning ochilish marosimida so'z qilgan tashkilot raisi Michael Abramovitis xalqaro demokratiya kishilik huquqning chekinganligini, bo'libmi bu chekinish Xitoyda alohida gavdalanganligini, bu chekinish sabablarining biri Xitoyning yuqumni bahona qilib, Sharq Turkistondagi zulm, rahimsiz bostirish va irqiy kamsitish qilmishlarini kuchaytirganligi ekanligini bildirgan. U so'zda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik qilmishlarining Bermada hokimiyat yurgizayotgan harbiy hukumatning Rohingya musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan fojialarga o'xshash oqibatni keltirib chiqaradiganligini ta'kidlagan. Erkinlik sariyi dokumentda 195 davlatdagi kishilik huquq ahvolini to'liq erkin, qisman erkin va erkin davlat deb 3 turga ayirib tekshirgan bo'lib, bular ichida Xitoy kommunist rejimining demokratik qoida va qonunlarga mos kelmaydiganligini bayon qilgan. Xitoy demokratik qoida va qonunlarga asosan barliq davlatlar ichida kishilik huquq masalasida eng nachar o'ringa tizilgan. Dokument yana Xitoyning Sharq Turkistondagi boshqa millatlarning madaniyat va jug'rofiyalik o'rnini o'zgartirish, majburiy yo'qotishga urinish va boshqa millatlarning nufusi va milliy madaniyatini yo'qotishga urinish qilmishlari irqiy qirg'inchilik jinoyatining eng ro'shan ifodasi ekanligi ta'kidlangan. Erkinlik sariyi tayyorlagan 2023-yillik kishilik huquq dokumentining avtorlarining biri Adrian Shahboz dokumentga aloqador qilgan so'zida Xitoyning Sharq Turkistonni irqiy qirg'inchilikning sinoq rayoni qilib bekitganligini, bu rayondagi chekidan oshgan bostirish, rahimsiz davlat terrorligining ro'shan ifodalanishi ekanligini, Xitoyning bu razil maqsadiga yetish uchun Sharq Turkiston xalqining nupus qurilmasini qasddan va majburiy o'zgartganligini, Uyg'urlarni jazo lagerlari va Xitoydagi turmalarga qamaganligini,
akademiklarni, diniy o'limalarni, madaniyat san'at xodimlarini tutqun qilgandan boshqa qadimki binokorlik va madaniy yodikorlik sohalaridagi vakillarni qo'ymay qo'lga olganligini, Uyg'ur yoshlarini yotoqliq maktablarda Xitoy tilidan boshqa til bilan so'zlashiga cheklama qo'yganligini, Uyg'urlarning til, din, urf-odat, kiyim-kechak, milliy alohidalik va qimmat qarashini o'zgartirish va Uyg'ur o'smirlarini lagerlarga so'lab, aqidasi va dunyo qarashini o'zgartirishga uringanligidan iborat paketlarni dalillaganligini bildirgan. Angliya Tayvanga suvosti paraxoti zapchastlarining setilishini tezlatdi. Angliya suvosti paraxoti texnikasi va zapchaslarining Tayvanga setilishini tezlatganligini bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Angliya hukumatining xabariga asoslanganda, Angliya bultur Tayvanga oz deganda $200 million suvosti paraxoti texnikasi va zapchaslarini setishni tasdiqlagan bo'lib, Xitoy buningga qattiq diqqat qilayotganligini aytgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Angliya xalqaro savdo ministrligining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, hukumat bulturning oldingi 9 oyida Tayvanga 167 million funt sterling qimmatidagi qurollarni setishni tasdiqlagan. O'tgan 6 yilda Tayvanga setilgan qurollar texmi ko'p bo'lgan. Amerika azaldan Tayvan import qilgan qurollarning asosli manbasi bo'lib kelgan bo'lsa-mu, ammo Amerika uzun yillardan buyon odatdagi suvosti paraxoti ishlab chiqarmagan. Tayvan boshqa davlatlardan muntazam suvosti paraxoti setib olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning to'sqinligi va tahdidi sababidan mag'lub bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 14-navbatlik qurultiyining birinchi yig'ini 13 mart Beijingda yapilgan va Xi Jinping tarixda ko'rilib boqmagan shaklda 3-qatim raislik taxtiga chiqqan. Xi Jinping bu yig'indami Tayvan masalasiga tashqi kuchlarning aralashishiga qat'iy qarshi turadiganligini ta'kidlagan. Xitoyda osmondan qurut yog'di. Xitoy o'lkalarida osmondan qurut yoqqanligiga oid tarqalgan surat va sillar ijtimoiy uchur vositalarida g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoyning Liaoning o'lkasida osmondan qurut yoqqanligiga va kishilarning kunlik tutib rayondan ayrilganligi haqidagi surat va sillar qisqa vaqt ichida keng tarqalgan bo'lsa-mu, Xitoy bu haqda bayonot e'lon qilmadi. New York pochtasi gazetining xabariga asoslanganda, ilmiy jurnal Tabiat jurnali mazkur hodisaning sababini tushuntirib, qurtlarning kuchlik shamol tarafidan havoga ko'tarilib, bir mazgil surilib, shamolning kuchi pasayganda yerga tushgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Jurnalda yana bo'ron chapqundan keyin hasharat yig'adigan bundaq voqealarning yuz berib turadiganligi bildirilgan. Turkiyadagi yer tevrashda qazo qilganlarning soni 48 mingga yaqinlashdi. Turkiya ofat va jiddiy holatlarga taqobil turish idorasi boshlig'i Yunus Sezar Qahramonmaraşni markaz qilgan yer tevrashda 47.975 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yunus Sezar poytaxt Anqarada ofat va jiddiy holatlarga taqobil turish idorasi binosida e'lon qilgan bayonotida 6 fevraldagi Qahramonmaraş markazlik yer tevrashning ta'siriga uchragan rayonlarda jiddiy yaxshilash va xarobiyliklarni bartaraf qilish xizmatlarining davomlashayotganligini aytdi. Yunus Sezar yer tevrashda hayotidan ayrilganlar sonining ko'payganligini tilga olib, hozirga qadar 47.975 kishi qazo qildi. Bulardan 6.278 suriyalik qarindoshlarimizni o'z ichiga olgan chet elliklardir dedi. Yunus Sezar hozir 3954 izlash va qutqizish kasbiy xodimining xarobiyliklarni bartaraf qilish va insonparvarlik yordam xizmatlari bilan shug'ullanayotganligini, boshqa davlatlardan kelgan taxminan 300 izlash qutqizish xodimining rayonda ekanligini aytdi. Rossiya qismlarining Bahmut shahrini ishg'ol qilish urinishlari davomlashmoqda. Ukraina armiya bosh shtabi Rossiya qismlarining Bahmut shahrini ishg'ol qilish urinishlarini davomlashtirayotganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Ukraina armiya bosh shtabining bayonotida Rossiya qismlarining asosli kuchlarini Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka va Shahtirsik yo'nalishiga hujum qilishga markazlashtirganligi bildirildi. Bayonotda Rossiya qismlarining 12 mart Donetsk rayoniga qarashli Slovyansk shahrining ul aslahalariga boshqarilgan bomba hujumi qilganligi ta'kidlanib, dushman 6 qatim havo hujumi va 20 qatim boshqarilgan bomba hujumi elib bordi deyildi. Bayonotda Rossiya askarlarining Bahmut shahrini ishg'ol qilish urinishlarini davomlashtirayotganligi, Ukraina armiyasining Minkivka va Orexovo Vasilyevka o'ltiraq rayonida Rossiyaning hujumlarini chekindirganligi ta'kidlandi. Donetsk rayonining Bogdanivka, Bahmut, Chasov Yar, Kurdyumivka, Durjiba va Mayorsk shaharlarining hujumga uchraganligi uqtirildi.
Saudiya Arabiston bilan Iran diplomatik munosabatini qaytadan boshlamoqchi. Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farxon Iran bilan diplomatik munosabatlarni qaytadan boshlash uchun tuzilgan kelishimning barliq masalalarning hal qilinganligini bildirmaydiganligini aytdi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Saudiya Arabistonning qo'llashidagi O'rta Sharq gezitining ziyoratini qabul qilib, Iran bilan tuzilgan kelishim masalalarni dialog va diplomatiya yo'li bilan hal qilish to'g'risidagi o'rtaq arzuni ko'rsatib beradi dedi. U 2 oy ichida Iran bilan munosabatlarni qaytadan boshlashga tayyorlanganliklarini bildirib, keyingi mezgillarda o'zaro ziyoratlarning qilindiganligini qayd qildi. U Saudiya Arabiston bilan Iran o'rtasida tuzilgan kelishimda Xitoyning muhim rol o'ynaganligini eskartib, rayonda xavfsizlik va muqimlik muhitini barpo qilish masalasida Beijing, Tehron bilan o'rtaq manfaatlarimiz bor dedi. İran bilan Saudiya Arabiston oradan 7 yil o'tganda diplomatik munosabatlarni qaytadan boshlash masalasida kelishim hosil qilgan edi. İki davlat o'rtasida tuzilgan kelishim 10 martda Iran, Saudiya Arabiston va Xitoy tarafidan e'lon qilingan o'rtaq bayonot bilan bildirilgan edi. Saudiya Arabistonda 2016 yili 2 yanvar Shia diniy rahbari Nimir al-Nimirni o'z ichiga olgan 47 kishi terrorlik jinoyati bilan ayblanib o'ldirilgan edi. İran hökuməti bununğa narazilik bildirib, arqama-arqa bayonotlarni e'lon qilgandan keyin Saudiya Arabistonning Tehrondagi elchixonasiga va Mashhaddagi konsulxona binolariga Iran namoyishchilari tomonidan o't qo'yib berilgan edi. 2015 yili martda boshlangan Yamandagi kriz sababidan aslida yiriklashgan ikki davlatning diplomatik munosabatlari butunlay uzilgan edi. Hürmetli görürmənlərimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Ətiki proqramımızı görüşükcə aman boğayslar. Assalamu aleykum və rahmetullah.